Agar mana shu namozga erinayotgan bo'lsangiz, azizlar, shu narsani bilaylikki, namoz o'qimayotgan odamga juda namoz o'qish qiyin ko'rinadi. Siz astoydil, bu shayton shunaqangi bir nima olib keladi-da, astoydil Allohdan so'rang, ey Alloh, men ham seni bandayman-ku, namozga qila olmayotgan odam duo qiling. Ya Robbi, men ham seni bandayman-ku, menga ham hidoyat ber, menga ham qo'rquv ber. Ertaga qiyomat kunida hisob kitobga o'zingni huzuringga borganda nima deb boraman? Qaysi amalimni ko'tarib boraman? Allohim, menga ham namozga baquvvatlik bergin, quvvat bergin, namozingni vaqtida ado qilishlikka Alloh o'zing himmat bergin deb so'rang va shu so'rash bilan birga himmat qiling.